Kitob inson ma'naviyatini yuksaltirish, hayotga bo'lgan qiziqishni oshirish va dunyoqarashini kengaytirishda muhim o'rin tutadi. Shu bois mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, zamonaviy kutubxonalarni barpo etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu yo'nalishda ko'p yillar samarali mehnat qilgan soha vakillarining xizmatlarini qadrlash ham ezgu an'anaga aylanib bormoqda. Shu munosabat bilan Namangan viloyati Nodirabegim nomidagi axborot kutubxona markazida mazkur dargohda uzoq yillar faoliyat yuritgan Mavludaxon Jo'raboyevaning qutlug' 75 yosh yubileyi hamda uni pensiyaga kuzatish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi hamda uning tasarrufidagi kutubxonalar rahbar va mas'ullari, viloyat hokimligi vakillari, keng jamoatchilik, hamkasblar va oila a'zolari ishtirok etdilar. Unda so'zga chiqqanlar prezidentimiz tomonidan kitobxonlikni rivojlantirish va kutubxona sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor, shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar xususida to'xtalib o'tdilar. Shuningdek, Mavludaxon Jo'raboyevaning ko'p yillik samarali mehnati, kutubxona tizimini rivojlantirish, kitobxonlar safini kengaytirish yo'lidagi xizmatlari alohida e'tirof etildi. Marosim davomida viloyat hokimining tashakkurnomasi va esdalik sovg'asi topshirildi. Hamkasblar tomonidan esa iliq tabriklar bildirilib, yorqin xotiralar yodga olindi. 27 yillik umr soatlar ichida sarhisob qilindi desam mubolag'a bo'lmaydi va inson dunyoga kelar ekan o'zidan yaxshi nom, yaxshi bog' qoldirgisi keladi, yashagisi keladi. Aynan bugun ustozimiz Mavludayani mana shunaqangi go'zal umr sohibasi bo'lganliklari ta'kidlandi. Muqaddas dargoh bo'lgan kutubxonani uzoq yillar davomida chiroyli boshqarganliklari alohida viloyat hokimligi tomonidan, milliy kutubxona tomonidan alohida e'tirof etildi. Ma'lumki, Mavludaxon Jo'raboyeva mo'tabar ayol va axborot kutubxonasi a'lochisi ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan. 27 yil davomida esa viloyat kutubxonalarida faoliyat yuritib, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, ma'rifiy islohotlarga munosib hissa qo'shdi. Kutubxonalarni huquqiy axborot markaziga aylantirish, xalqaro nodavlat notijorat tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish borasida samarali ishlar olib bordi. Bu yer shunaqangi ziyo maskaniki, o'z oti bilan ziyo maskanida. Chunki bu yerda insonning qalb qo'ri bilan, ko'zini nuri bilan paydo bo'lgan kitoblar saqlanadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, 27 yillik ish faoliyatim davrida menga juda ko'p boshqa joylardan ish taklif qilishgan. Lekin men keta olmaganman. Chunki bu yerdagi kitoblar menga qara, meni o'qi deb turadigan bir magnit lentasi bor. Shu magnit lentani tark eta olmadim. Mana bugun ulug' yoshga ham yetib qolibman. Shuning uchun bo'lsa kerak, endi kutubxonani rahbarligini yoshlarga bersam-da, o'zim shu maslahatchilik vazifasini bajarsam. Bugungi tadbirda ishtirok etishda qatnashgan barcha ziyokorlarga chin qalbimdan rahmatlarimni beqiyosligini bildirmoqchiman. Hammaga ham mendek uzoq ishlab 56 yil ish faoliyatimda 46 yilda rahbarlik vazifasini bajaribman. Ilohim mandaqangi uzoq ishlash hammaga nasib qilsin. Tadbir so'ngida viloyat musiqali drama teatri xonandalari tomonidan ijro etilgan go'zal kuy-qo'shiqlar barchaga iliq taassurot qoldirdi. Mazkur tadbir kutubxona sohasi fidoyilarining mehnatini qadrlash, kitobxonlik madaniyatini yanada yuksaltirish yo'lidagi ezgu tashabbuslarning yorqin namunasi bo'ldi.